O yondi lekin. Zo'r ekan, menga ishi yo'qdi. Kameram xira. Oho, 6 kilometrga berdi. Ha. Qarang, mana orqadan kelib, yo'lga turib oldi. Endi ketyapman yo'lga. Kamera osmonda turmaydi, mana shunaqa bog'lanib turadi. Kameram basharasi shunaqa. Qayta surganlar bor-ku. Ne qaraysizlar, mana milliy kola ichinglar. Yiqiltishsam lekin kulmaylar. Shunaqa qilib, akalar bugungi ishimiz tugadi. Super bonus edi. O'sha super bonuslar bilan 150 ming bo'libdi-da. Juda uyat tushunma. Dars ishlash niyatim bor o'zimda yo'q. Endi u niyatimdan qaytdim. Assalomu alaykum. Kecha 2 kun qor yog'gan, mayda sharf olib ketib. Velosiped turibdi, qimirlagan yo'q. Usti muz bo'lib yotibdi. Ahvolni qara, dabdala. Buni bir mo'yga qish kerak. O'zimdan slot olganman. Simena. O'zimdagilar simena deydi-ku, to'g'rimi? Sirkdan. Toshkentdan oldindan oldim. 11 dan 13:00 gacha. Men bitta qo'rqgan tarafi mana shuda, shuga nam tekkanda o'rab qo'yish esdan chiqqan. O, yondi lekin. Xo'p, buni joylashtirdik. Men zo'r narsalar olib keldim-da. Ha, mana qanaqa narsa oldim. 55 mingga oldim. Bu baquvvat ekan, hamma joyi. Mana bu amortizator ekan, mana bunaqa qimirlar ekan. Bu mana olib tashlayman endi. Kerak emas. Kimga beray padirka? Kommentariyga yozsanglar berib yuboraman. Arzimagan pul lekin bu ham. Jab berib yuboradigan narsa ham emas. Endi mabodoga kerakli bo'lsa, qotib qolgan-ku, qanaqa chiqara? Juda mahkam qilib tashlabman. Umuman bo'shamayapti. Gram bo'shamayapti, gram. Bu ana esinglarda bo'lsa, yiqilganimda ham, mashinaga borib urilganimda ham telefonim tushib ketmagan. Mahkam ushlaydi lekin bor-ku, vashshi mahkam ushlaydi. Velida bo'lmasa necha marta yiqilganman. Kuchim yetmadi lekin. Kalla ishlamaydi-da. Mana shu tursa turibdi-da. Mana bu joyga qo'ysam bo'ladi-ku buni mana. Mana yerga qo'yib qo'ysam, meni birov ushadimi? Mana shu joyga qo'yib qo'ysam, bu vaqtda tursa turibdi-da. Shu olish shartnoq hozir men sindirib oldim, qara. Sindirib qo'ydim. O'z qasddan sindirdim, lekin keyin kallamga yetib qolmadi. Singandan keyin mana bunga qo'ysam bo'lar ekan degan kalla kelib qoldi. Ha, tovuq miya deb shu meni aytganda. Mana nihoyat o'rnatdim. Chiroyli ekan. Yaxshi ekan. Mana bu xunuk bo'lib qoldi endi shu yerda. Keyin mana bunaqa narsa bor. Buni 150 ga oldim, Chorsudan oldim-da. Oldin tashlaymanmi deyman-da. Bu nima? Yo'q, oldin tashlamayman. Mana bunday qilib kirgizarkanman, bo'ldi. Xullas mana shunday kirar ekanda. Menda o'zi yana bitta bor-da, mana bunday. Buni ham taqolsak bo'ladimi-ki, 2 qavat qilib, Mana bunday qilib. Issiq yuradi-da qo'l. Atak taqib oldim lekin buni ham. Yomon jonning qadrini bilaman-da. Mana qara. Mana buni tiqsang, mana bu usti bo'lib qolar ekan-da. Xullas bor-ku. Haydasa bo'ladi. Bo'lmaydi-da, haydasa olib tashlash kerak. Qaysi kalla bilan qildim bilmayman. Ichidan taqish kerak ekan-da. Buni ichidan taqib, buni ustidan kirgizish kerak ekan. Atak o'zi ham yaxshi yo'q, menimcha. O'zi ham normal bo'ladi. Mana telefon qo'yishini qarang, uyda ko'tarilsa. Mana. Ustida ham ushlab turibdi-da. Keyin unday bosar ekan. Mana. Zo'r ekan, boringlar. Chorsudan oldim. Chorsuda bor. O'sha Chorsuda sotadigan bitta shunaqa joy bor ekan. O'shanda borib 55 mingga oldim, bor yo'q mana. Xullas, qaranglar-da, mana. Mana bu yerda taqdim birinchi. Ustidan buni taqdim. Mana. Buni taqdim ustidan. Ana. Texnologiya. Ana sizlarga texnologiya. Ana. Mana ichida mana turibdi. Menga keyin yana bitta yoqqan tarafi mana yerda soladigan, u narsa solib qo'yadigan narsasi bor. Men akkumulyatorni shu yerga solaman hozir. Bu yerda ham mana qo'l tiqas, buni tiqas, bosib ketaverasiz. Mana bu shunda bo'yinga taqib olsa, mana ko'kragiga ham yopib turar ekan. Zo'r ekan, menga ishi yo'qdi. Yo'q. Hozir soat necha bo'ldi? Soat 10:16 bo'ldi-da. Sirkdan slot olganman. Belgimda anaqa qilmoqchi edim, yuvmoqchi edim, mo'yka qilmoqchi edim. Hozir kechikib qolaman shekilli. Kechiksam otning kallasida jarima solib tashlaydi. Seminarni bekor qilib tashlashi ham mumkin. Kecha yuvib qo'yish kerak edi. Asosiysi yurib tursa bo'ldi-ku, to'g'rimi, velik. Buni ana. Oho, eson-omon endi yiqilmay toza yurib chotib yursak bo'ldi. Qolgani bir pul. Menda mana hozir ustimda ko'k kiyim bor-ku, plash. O'sha yo'q edi. Anaqaga yozdim, o'zimda texpoddeshkasiga. Menda kurtka yo'q edi. O'sha bosim kurtka berasizlarmi desam, kurtka bermaymiz, plash berishimiz mumkin. Plash olib ketasiz dedi. Kurtka SMS boradi, o'zingizlarga SMS borganda olasiz kurtka dedi. Ha, mayli dedim-da, keyin hech yo'q. Borib plash olib
kiyay dedimda. Hozir ichkarim qalin, sizga plaj kiymasam chunki fotonazorat so'raydi-yu hozir borganda. Fotonazorat so'raydi. Fotonazoratdan formasiz o'tsam 40 ming jarimasi bor. Avval ham ko'rsatgandim 40 ming jarima yozlashapti deb. Keyin o'zi uzumga qaytishdan anaqa maqsad menga SMS xabar keldi. Uzumda ishga chiqavermasang, sumkalarni, kiyimni qaytarib olib kelib ber. Agar qaytarib olib kelib bermaydigan bo'lsang, nima qonuniy chora ko'ramiz debdi. Endi qonuniy o'ndirib oladi-da o'sha sumkani, boshqani, pullarini. O'sha uchun hozir uzumga ishga chiqdim shuning uchun. Simeni olib qo'ydim. 11 dan 3 gacha sirkdan. Nimaga aynan u tarafdan degan bo'lsanglar, sababi manzara yaxshi, Toshkentning yoni. O'sha yaxshi restorandan ovqat tashiymiz. O'shanga mana videoga olishga chiroyliroq bo'lsin deb shunaqa qilib qo'ydim. Akalar, simeni olgan joyimizga keldik. Men sirkdan olganman. Mana shu doiraning ichiga kirib tursak, ishni boshlasak bo'ladi. Men kirib bo'lganman. Hozir Toshkentning yonidamiz. 16 daqiqa bor. Hozir ham boshlasak bo'lsa kerak. Katta ehtimol bor. Men hozir bitta gapiradigan gapim bor, keyin boshlab yuboramiz. Yaxshi ekan, bo'yinga taqsa bo'lar ekan. Hozir boya videoda ham ko'rsatdim-ku, to'g'rimi? O'sha qilib yechib bo'yinga taqilar ekan, yaxshi ekan. Xullas buni Chorsu bozordan oldim. 150 ming. Mana bu joyga akkumulyator, mana bu ichida akkumulyatorlarimni o'shadan qo'yib olsam chotki bo'lar ekan. Mana bu bor. Buni 150 ga oldim, buni 155 ga oldim menimcha. Mana bu faqat bitta noqulaylik tarafi ham taqqanida mana bu buncha yopilib qolar ekanda, telefonni bir yarimi ko'rmay qolyapti-da. Hozir sal ko'tarib qo'ydim. Endi har ozgina to'sar ekan telefonni. Faqat velikning ahvoli juda yomon bor. Bir yuvsam yaxshi bo'lardi. Faqat simeni kechikib qolaman-da. O'shaning uchun to'g'risi yuvmadim. Buni Chorsudan olasizlar. Elektr velik kerak bo'lsa doimgidek Red Marketdan olasizlar. 71 214 41. Xo'p, men buni bo'ynimga taqib olaman. Ishni boshlaymiz endi o'zimda. Sirk bonuslar bor. Voy, fotonazoratdan o'tishimiz kerak ekan. Mikrofon Mahmudga taqib oldim. Pastga taqsam ovozim yaxshi yozilmayapti. Agar ovozim juda ham baland bo'lib ketgan bo'lsa uzr, lekin fotonazoratdan o'tib olaylik. Mana buni yechib, kameram xira. Bo'ldi. Fotonazoratdan o'tdik. Jo'natildi. Rasm tekshirishga muvaffaqiyatli jo'natildi. Formam bor, boshqa bor. Simena boshlandi. Keyin aytgancha mana ustimga yomg'irdan, qordan himoya qiladigan zontik ham oldim. U hozir endi havo yaxshi-ku, osmon yaxshi, osmon ochiq, quyosh chiqib turibdi. O'shaning uchun u narsani taqmadim. Uni 200 nechiga oldim? 260 mi? Aniq esimda 250 dan nariyog'iga oldim. Qimmatroq oldim, faqat endi ularni davri talashimga o'zi bitta qolgan dedi. Ham mayli deb oldim keyin. Hech narsa qilmaydi deb. Shu arzonroqlar ham bor. Shu 150 lar chamalab bordim, yo'q 150 mingga topa olmadim. Mayli. Nima bo'lsa ham topdik. Semendan boshladik, lekin zakaz yo'q. Mana hozir qo'llab-quvvatlashga yozdim. Elektrovelikda ishlayman, piyoda rejimda elektrovelik o'tkazib bering degandim. Rasmni tashlab bering dedi. Mana hozir rasmga oldimda tashlab yubordim. Turishi shu deb. Ko'ramiz endi. O'zgartirib bersa yaxshi bo'lardi. Xo'p, mana uzumni qo'llab-quvvatlashiga zo'r. Gap yo'q. Hozir Lukdan tushdi buyurtma. Lukka boradigan bo'ldik. Gap yo'q. Zo'r qo'llab-quvvatlash joyida hozir. Uzum yoqyapti. Uzum nomeradin deb qolaydi. Yaxshi. Assalomu alaykum. 5481. Bugungi birinchi buyurtmani qabul qildik. Qayerga ekan? Marshrut tuzamiz. Minus tarafi uzumda kartasi o'ziniki emasda, boshqa tarafga o'tkazib yuboradi. Salgina, ozgina yoqtirmadi. Oho, 6 kilometrga berdi. Nega mashina emas, velikda yo'lni ko'rsatinglar. Velikda yuradigan bo'lsak 307 kilometr, mashina yo'ldan yuradigan bo'lsak 509 kilometr. Men sizlarga ham ko'rinmayaptimi, bilmadim-ku, men ekranning pastki qismi menga ko'rinmayapti-da hozir. Mana qaranglar. Shu tarafi ozgina yoqmadi-da mana bu. Lekin oyoqqa zo'r, shamolni qaytaradi, sovuq bermaydi. Mana shunaqa qilsam-chi. Va endi nisbatan yaxshi, boyagidan ancha yaxshi. Gap yo'q. Piyoda yurib o'taylik-a. Assalomu alaykum. Sizgamidi? 58 ming bo'lgan ekan.
Xo'p, men o'zimni nimaga tanlaganimni aytaylik. O'zimda kunlik pulim mana ishlagan pulim hisobimga tushadi. Kunlik pulim kunlik beradi. Yandexda dastavkasida kunlik beradi. Ovqatida ishlamaganligim sababi kunlik pulni kunlik bermaydi. Haftada bir marta beradi. O'shaning uchun o'zimni ovqat tashish sistemasi tanladim to'g'risi. Burger Embasiga keldik. Assalomu alaykum. Hormang aka. Bu yonboshda oladigan joyi bor. Olamiz, men restorandan bosamiz. 72-79. Qaraverasizmi aka? Orqa tarafida o'ylab ko'rsatdi. Assalomu alaykum. 72-79. 72-79. Ha. Endi chiqadi. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, mana bu menimcha bonusi bor. 75 ming 11 dan soat 4 gacha 75 minglik bonus. Mana 59.500 so'm nimaligini bilmadim. Men ham bonuslar olgandim boyagi elektrobelik o'tkazib-ku rejimda. O'shandan keyin bonus yo'qolib qoldimi, nima bo'ldi tushunmay qoldim ekan. Ha. Rahmat aka. Ikkinchi buyurtmani ham oldik. Yarim soatdan ko'proq vaqt berdi. Suv, xudoga shukr, baklashgan-e. Bo'larkan-ku, razlivga bermaslar baklashga. O'sha buyurtma qilganda ham baklashga buyurtma qilishaydi, razliv emas. Xo'p, 3 kilometrga ekan, 4 kilometr. Boyi ham 4 kilometr joyga olib borganmiz. Ishlasa ham. Osmon uzilib yerga tushmaydi. Bunday qilamiz. Bo'ldi, men o'sha yo'lni yodlab oldim. Taras Shevchenkomi? No, yangi yil o'zgacha bu yerda. Go'zal qilib, chiroyli qilib bezatib qo'yibdi. Ajoyib. Gap yo'q. Ishni bosamiz. Qarang, mana shu orqadan kelib, yo'lga turib oldi. Endi ketyapti naryoqqa. Mashina bo'lsa bunaqa qilmaydi. Mashina yo'liga munchaga chiqib olmaydi. Elektroveli bo'lsa yo'q, farqi yo'q. Bemalol qisib yo'lga chiqib olaveradi. Bor qilayotganda P-da, mana shu oddiy kola buyurtma qilgani uchun butun kuyalar nomidan katta rahmat bor. Yomon xursand bo'ldim hozir. Assalomu alaykum. Eshikni ochib bera olasizmi? Ikkinchi pod'ezd. Yozilgan ekan, Domofon kodi yozilgan ekan, o'zim ko'rmabman. Uzr endi. Bizda yana buyurtma bor. Gap yo'q. Nima gap? Mana kamera. Kamera osmonda turmaydi, mana shunaqa bog'lanib turadi. Kameraning basharasi shunaqa. Qayta so'raganlar bor-ku. Bu yerda antenna yo'q ekan, telefon qilolmadimmi sizga? Mana yo'qmish daqa. Odamni sarson qiladi. Buyurtma bekor qilindi. Men sabab bo'lmadim ekan. Men sabab buyurtma bekor bo'lgan bo'lsin ish qilib. Pasta. Yo'lda narigi tomonida. Ketdik. Faqat shu, Rahmat. Yer nihoyat oldiga mana bu yerda qo'yib qo'ygan joyini qarang. Shuncha joy turibdi. Yo'ligim oldi, ko'p taqab qo'yib. Farosatingizga sizda. Meni hozir menga bitta tarafi, yaxshi tarafi mana bu Yandexda narsa yetkazib beraman-ku. Yuboruvchi ham odam bo'ladi, qabul qiluvchi ham odam. Ikkala taraf bilan telefon qilib gaplashish kerak, har ikkala taraf bilan muomala qilish kerak. Har xil odam bor, odam boshi og'rib ketadi. Hozir men ovqatda baribir yaxshi-da. Boyagi munosabat bo'yicha aytmoqchiman. Hozir shunday restoranda boryapman. Biroz o'sha kutib turib, sabr qilsam, jim tursam, buyurtmani beradi. Keyin kelib mijozim aniq tiniq yozib qo'ygan bo'ladi manzilda. Kelaman, manzilga taqladan, ochadi, beraman, ketaman. Bo'ldi. Maza. Yetkazishda ishlagan paytim telefon qilib, "Alo, assalomu alaykum, aka keldim." Chiqib turmaydi, keldim. Manzil aniq yozilmagan bo'ladi ko'p hollarda. Chunki eshik bosmaydi-da. Eshik bosmasa arzon bo'ladi-ku, o'shaning hisobiga faqat lokatsiya tashab qo'yiladi. Manzil tiniq yozilmaydi. Bu ovqatda doim eshik bo'ladi. Обязательно manzil aniq tiniq yoziladi, olib kirib berasiz. Juda kam hollarda manzil prosta yozib qo'yilishi mumkin. Kamdan kam bo'ladi. Bu narsa yaxshi. Menga hozircha o'sha miyam dam olyapti. Ana Voltdagi aka aytdi, o'sha Yandexga chiqsa boshi og'rib ketadi dedi. Shunga o'xshab hozir bosh og'riq yo'q. Zo'r. Yandexning ham yedasi yaxshi, o'sha yedasida ham bosh og'rimaydi. Hamma joyda yangi yil shukuhi, hamma yangi yil qilyapti, yangi yil kutyapti. Yangi yilingiz bilan.
Dostavkani shu olaman. Dostavka pирожки. Voy, men gumma pирожки deganga aytdim. Uzr. Ne qaramaysizlar, Mana bunisi ekan-ku. Shunaqa kalla qo'yish ham bo'lib turadi hayotda. Assalomu alaykum. 8944. Qashimi? Ha. Sog' bo'ling. Xo'p, ajoyib. Zo'r, hamma har xil qo'ldan kelgancha biznes qilib yotibdi. 5,5 kilometrga. Oho, juda chetlab ketdik lekin. Gap yo'q. Mayli. Bosaveramiz, ketaveramiz. Qaytmaymiz. Sizga umuman yurmaganman. Chunki bu darajada chetga bermassizlar Yandex. Bergan bo'lsa kerak, faqat boshqa ishlar nima deydi? Ishlagan hisobiga bermaganda, bu yo'l ustidan o'tmaganman. O daryoda o'tganman lekin. Ajoyib, Toshkent chiroyli ko'rinar ekan. Gumba xonimdan buyurtma tushganda, Gumba xonim hamma joyga ochib tashladi yo'q. Mana yerda hozir amaki turibdi-da, hech kimga yo'l bermay, o'sha qochsa hozir men zakazimni so'rayman deb olib ketaman. Gapirsa eshitmaydi. O'ziga borib gapirsang urishasan. Iloji yo'q, eshit orqadan gapiramiz, boshqa nima qilamiz? Aytdim, amaki qochib turing desam eshitmadi. Mayli-da. Belgim ahvolni qara. Bir tozalab yuvish kerak. Nihoyat oldim. Bu ovqatni shu minus tarafi juda ko'p kutib qolasiz-da. Hozir bir 15 minut, kamida 10 minut kutdim-da. Unaqa ko'p emas-ku deyishinglar mumkin, lekin aslida bu ko'p-da. 15 minut. Hozir 5 kilometr joyga ketyapmiz yana. Nobod Turon metro taraflarida yurgan ekanmiz biz. Ajib. Mayli, chekiga chiqib ketsak ham, boshqaga ketsak ham buyurtma bo'lib tursa bo'ldi. Qolgani befoyda. Buyurtma bo'lmasdan kutib qolsak o'shani yomon. Lekin yaxshi tindirmayapti. 12-metro bekat. Qoyili. Bunchalik chekkaga kelmagandim. Turon metrogacha bordim. Bu taraflarga kelmagandim-da. Assalomu alaykum. Yoqim ishtaham. Hozir men judayam chekkalab ketganman. Hozir turgan joyimni aytaman. Mana joyim kabel. Bitta akkumulyator oldim. Mana kabel. Telefonga uradim bir tarafi kameraga ulanib turibdi. Kameradan ham zaryadkasi tez tashlavordi, sovuqdi. Telefondan ham zaryadkasi 50% dan kamaygandagi juda tez ketdi. Sovuqda tez ketar ekan. Lekin veligimning batareyasi yaxshi hozircha, tugagan yo'q. Soat 10:30dan boshlaganmiz adashmasam. 10:30da o'tib ish boshlagan bo'lsak, hozir 13:14. Kelib qo'ydik, lekin hali buyurtma yo'q. Milliy kola. Ichinglar. Reklama oldim bulardan. Olganim yo'q, o'zim reklama qilyapman. Chanqab ketdim, mana bu kaskani ichida yuraverib boshim isib ketdi. Yo'q, men qishda ishlamayman deb o'ylagandim. Ishlasa bo'lar ekan. Hozir mana shunday havoda ishlasa bo'ladi. Boya qor yog'ayotganda, yomg'ir yog'ayotganda. Yomg'irda ishladim o'zi, yomg'irda ishlamadim emas. Ularni qo'l bo'lib, keyin anaqa narx ko'tariladi. Rosa kutdim, ko'tarilmadi. Lekin kecha qor yog'di-yu, qor yog'ib, hamma yoq qor bo'lib turgan paytlari, ana Yandex shunaqa pushti bo'lib ketdi. Hamma yoq pum pushtida, kamida bir 30 ming, 25 ming, 30 mingdan bola zakaz qildi o'shanda. O'zimda bilmadim endi. Yandexda lekin javob beraman, kamida 25 ming, 20 ming bo'lganda. O'zim bitta bratim chiqib keldi, sovuqda ishlab keldi. 11 tamiz zakaz qilgan, 4 soat edi. Adashmasam 4 soat 255 ming topdi. 11 ta zakaz qilgan,
Shunda bez bonus topgan pul 255 ming, 10 bitta buyurtma, shunda har bitta buyurtmaga 20 mingdan tushyapti. Tamam, 20 mingdan tushganda 240 ming bo'lar ekan. 15 u yoq bu yoq 20 mingdan sal ko'proq tushyapti-da. Zo'r topdi, faqat lekin o'sha sovida chiqqaniga oyog'i 2-3 kun anaqa ilimadi. Oyog'im juda ham mana issiq suvga sovib o'tirdi. Bilmadim, atak ishlab yurdi, bir kun ishladi faqat. Keyin qaytib chiqmadi, shu bilan qishloqqa qaytib ketdi. Ha, o'zimcha brat. Gap yo'q, nomer yo'q-ku brat, nomer. Bu tarafdanmi? Rahmat. Assalomu alaykum. 0770. 0770. Xos. Sizgamidi? Chek tushib qoldi lekin. Yoqimishda. Voy. Telefonim yomon tushdi lekin, qanaqa qilib tushib ketdi? O, Yapon momadan. Oldimizda-ku Yapon moma, mana. Voy. Gap yo'q. Va mana yerda Yapon moma bor. Nima logotipini qo'ymagan bular? Dastavkani bu yerda olamizmi, aka? Brat. Dastavkani bu yerda olamizmi, naryodan? Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavka shu yerda olamiz. Dastavka shu yerda berdilarmi? 0.05. Mana shu yerga o'tib turishimni taklif qildi. Rahmat, xursand bo'ldim. Twitter o'qib o'tiramiz endi. Isib ketdi. Shu Yapon mama iflosda. Juda ko'p kutiladi. Kamida 10-15 minut kutsam kerak menimcha. Mana sizlarga ko'rsatay, mana shunaqa smena olish kerak-da. Mana tan degan yozuv bor-ku, mana ertangi kunga ham 11 dan 1gacha olganman. 75 ming so'mdan degan o'shanga yaxshi tushunmadim, lekin mana bonus degan joyi bor. 5 ta bajarilgan buyurtma uchun 40 ming so'm, 7 ta bajarilgan uchun 56 ming so'm, 9 ta bajarilgan buyurtma 72 ming so'm ekan. Shuncha bonus berar ekan. Yaxshi, bu hozir shu turishda bonus bilan hisoblaganda Yandexdan qimmatroq beradi degani, boyagi yetkazishda hisoblayapman. Balki ana bularda Yandex yedada bor-ku, Rit hozirgina nimadir-ku, unda balki yaxshiroqdir. Hozirgi mana to'rda 3 dan 4gacha bo'lgan buyurtmada, bitta buyurtmaga 10 ming, bitta buyurtmaga 20 ming, 3 taga 30 ming, 4 taga 40 ming. Xo'p, ikkita buyurtma bajarsam kerak 1 soat ichida. 3 taga qiyin masala yo'q. Mayli ko'ramiz, sabr qilaylikchi, kutaylikchi. Biz kutgan kunlar ham ko'p qolar. Ikkita buyurtma bajarsak zo'r bo'lardi lekin. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Chatyapsizmi? Labi. Kalotkani qayerdan olamiz yaqin o'rta? Kalotka qayerda sotishini yaxshi bilmayman, lekin to'g'risi. Anaqa Telegram gruppalardan bir yozib so'rab ko'ring. Hozir aytaman. Keling, men o'zim yozib bersam bo'ladimi? Men o'zim arenda minaman-da. Red Market o'zida ofisida ustalar bor, hammasi o'shanga almashtiraman-da. O'sha umuman bozorda ishim tushmaganda meni. Mana shu guruhga yozib, menga shunaqa instrument kerak edi, qayerga bo'lsam bo'ladi, biroq so'rasangiz o'zlari aytadi. O'sha yerda bolalar bor. Men to'g'risi bilmayman-da. O'sha Red Market o'ziga boraman, bular ustalar o'zlari qilib beradi hamma narsani, nima bo'lsa. Bilasizlar, men o'zimda Telegram gruppam ham bor. Kuryerlar choyxonasi deb yozsanglar chiqarkan, to'g'risi. O'zim ham nikimni bilmasdim. Javob beradi, erinmay nima bo'lsa javob beradi. To'g'risi hech bunaqa zapchastlarga ishim tushmaganda, shu Red Marketga boraman. Mana shunaqa bo'lib qoldi deydi, qilaveradi. Keyin mana masalan nima bo'ldi? Yaqinda orqa o'sha menda ham kalotka edi. O'sha kalotkangiz ketgan dedi. Bo'ldi, almashtirib bering dedi. Keyin unga pul olasizmi, olmaysizmi desam, yo'q, tabiiy eskirish dedi. Tabiiy eskirish degan narsa bor ekan. Balon yedirilishi, tekis tishi anaqa bo'lib ketadi-yu. Men o'sha balonimni ham bepul almashtirib berdi. Usta haqqi ham bepul bo'ldi. Balonimda sirtidagisi bor-ku, pakrushka deydimi? O'sha pakrushkasini
tishi yedirilib ketgandi, bepul almashtirib berdi. Bu men yetib borganimda o'sha pakrushkaga pul to'lardim, ustaga emas. O'sha ustaga bermasdim, pakrushkani o'ziga berardim. Yo, men hozir adashmasam 5-oyda bu velida minib yurganim 5-oy. O'sha 5 oyda men haydab yurganligim uchun tabiiy eskirish dedi-da, menga bepul qo'yib berdi. Xursand bo'ldim. Talotkaga ham yedirilgan. Yo, sizdan o'zi 4-5 oyda haydab yurasiz. Tabiiy eskirish bo'ldi dedi-da. Kalotkani ham bepul almashtirib berdi. To'g'risi maza qilyapman. Hech bozorga ishim tushmagan, bozorga borib izlamaganman. U kerak, faqat nima kerak bo'ldi? Mana ustimga yopin chiqdi. Bozordan izladim. Mana telefonimga podstavkani bozordan oldim. Yana nima? Ustimga zontik bor-ku, mana ustiga yopadigan, hozir yo'q. Uni ham bozordan oldim. O'shani mana kuryerlar choyxonasi degan gruppaga yozib gaplashib, shu yerda anaqa biladiganlar bo'lsa lokatsiya tashlab beringlar degandim. Bittaki Chorsuda bor, Chorsudan olsangiz bo'ladi dedi. O'sha yerdan borib olib keldim, ochig'i. Shunaqa gaplar. Mabodo sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, olinglar, bosinglar. Qizlar o'tkazsa maylimi? Rahmat. Mana yo'lda ahvolini qara, muzlama. Ay, katta yo'ldan yuraversan probka. Bu yo'lda yuraversan muzlama, dahshat. Qiyin. Yiqilsam lekin kulmanglar. Probkani injig'i-yu. Mana Turandot degan restoran topdik. Xitoylarda restoran ekan. Men sumkani hadeb ochaveraman-ey. Sumkani ko'tarib olib kirishim kerak bo'ldi. Assalomu alaykum. Dastavkami? Nomerdan so'ramadi. Shunga qaraganda bir 3-4 yilda bir marta zakaz tushadi ularga. Nima qilgani mana yerda odam yuradigan yo'l ustiga mashina qo'yib, qanaqa qilib o'taman men hozir endi? Sig'aman mana yerda. Odam emasda ular. Hali ozgina o'ylaylar, ozgina. Xo'p, ziyon mayli qo'yma demayman, qo'yaver. Birovga xalaqit bermasan, bo'ldi. Bu yerda ham mashina turibdi. Bu tagida adashmasam qanaqadir zinaga bordi. Mana tagida zina qo'yib qo'ygan odam o'tadigan joy deb. Mana bunaqa sariq chizilgan. Shunda ham mashina qo'yib qo'ygan. Mayli. O'zbekcha gapira olasizmi? Tushunmayapman umuman. Ha, o'sha yerdan ichkaridan kiraymi? Ichkariga kiraymi? O'zbekchani sal qiynalib gapirar ekan, tushuntirdi, bo'ldi, hozir boraman. Mana shunaqa kabellarim bor. Mana bittasi telefon zaryadka, bittasi mana kameram zaryadchiga. Mana akkumulyator bor, 20 mingtalik. 170 mingga oldim. Yaxshi ekan, hozir ikkita zaryadkasi ketdi. Telefonim ham to'ldi, kameramchi. Kameram 76%. Assalomu alaykum. Yoqimishtaqa. Sizga anaqamidi? So'zlab berish. Yo'q. Хорошо. Xos. Plashtisiz, a? Aha, da, nega? Bo'ldi, xo'p. Yoqimishtaqa. Sog' bo'ling. So'ramasa kerak-a. Sumka so'rasa olib kirib bera olaman. Noma'mo. Assalomu alaykum. Dastavkani qayerdan olaman? Rahmat. Dastavkani kim beradi? Dastavkani kimdan olsam bo'ladi? Qarab o'rasizlar. Siz ro'yxatda qani o'taylikda choy pulini olaylik. Qancha choy puli bergan ekan, ko'raylik. Balans. 4905 ming so'm choy puli qilibdi. Yaxshi bu yig'ilib turaversin, hech nima emas. Ko'payib yaxshi bo'lib qolsa keyin yechib olamiz. Rasul. Bo'ldimi? Rahmat kattakon. Shunaqa qilib, akalar, bugungi ishimiz tugadi. Meni hali hisobimga pul tashab bermadi bular. Yana video qilaman, pul tashab beradigan bo'lsa. Hozircha ish tugatdim. Endi bu videoni montaj qilishim kerak. Nasib bo'lsa bugun erta qo'yaman. Tugatolsam bugun, tugatolmasam ertaga qo'yaman. Yana pul tashab bersa ko'rsataman. Shunda nechta ishladik? 11 dan 4 gacha ishladik hozir. To'g'rimi? Xullas o'sha gap. Akalar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyada o'zingizlar fikrlarni yozinglar. Qo'ldan kelgancha o'sha ish jarayonini ko'rsatdim. Mana
ishlasa bo'lar ekan. Uzumda bonuslar yaxshi. O'sha uzumda chiqishdan maqsad ko'p ishga chiqmay qo'ysangiz bloklab qo'yar ekan. O'shani hisobini oldimda uzum akkaunt kerak baribir menga. Qachondir kerak bo'lib qoladi. Menimcha bundan buyog'iga ham yana uzumga chiqsam kerak. Chunki uzumda faqat ovqat tashiyman, muammolari kam, boshim og'rimaydi, kam. To'g'risi, mana umuman muammo bo'lmadi hozir. Shunday olyapman, olib boryapman, bo'ldi. Dastavkada unaqa emas. Keyin bu kunlik pulimni ola olmayman. O'sha taraflarni hammasini hisobga oldimdan uzumga chiqdim. Ko'ramiz hozir topish tutishimiz qanday ekan. Uni ustiga mana qancha restoranlarga kirdik, qaysi joylarga borib keldik. Mana shu narsani chiroyli qilib ko'rsatamiz-da. Yaxshi, ish zo'r. Ishlasa bo'lar ekan. Mana bunaqa sharoitlar qilib olish kerak. Qalinroq kiyinib. Faqat endi boyagida qor yog'ib, yer muzlama bo'lib, yomg'ir yog'ib turgan payt ishlash sal qiyin bo'lsa kerak-ku. Bilmadim, o'sha kuni kelsin. O'sha boshimga zontni taqib ko'ray, o'shanda ishlab qo'yamiz. Lekin mana bunaqa havoda mana shu hamma sharoitni qilib ishlasa bo'lar ekan. Men o'zimni aytayapman. Unaqa qiynalmadim, men boshqa ham bo'lmadi. Sal to'g'ri sovuq. Oyoqga qalin kiyinish kerak. Hozir pastimda 3 qavat kiyinganman. Ustimda ham bir 3-4 qavat. Mana uzumda plashi juda yupqa lekin bu. Lekin shamoldan qaytarib yaxshi anaqa bo'lib turadi. Ustim umuman mana kaskam ichida anaqa latdan nimadarim bor. Boshim ham juda issiq turibdi. Oyog'im sal yupqa edi, o'sha oyog'im uchi unaqa jar qotib qolgani yo'q, lekin sal muzlayapti. Keyin ustim, beldan past qismim yo'q, hammasi joyida. Oyog'im, beldan past qismi hammasi joyida, unaqa sovqatgani yo'q. Cho'tka lekin hammasi joyida. Brat ovqatlanib o'tiribdi. Assalomu alaykum. Yoqib ishtaha, brat. Malades. Nimadir vaziratim nimadir bo'lganmi? Ovqatlanib o'tiribdi, gap yo'q. Chaqirmadi-da, chaqirganda borib o'tirib olardi. Mayli. Yaxshi, xullas ishlasa bo'lar ekan. Faqat sharoit qilish kerak. Agar sharoitsiz chiqsa bu sovuq. Aytdim-ku, boya bitta bratim ishga chiqdi. Bir kun ishladi, sovuq. 3 kunmi issiq suvga oyog'ini molib o'tirdi. Demak, o'z ko'zim bilan ko'rdim-da. Hamma sharoitni qilish kerak. Men hozir mana bu ikkita qalin perchatka kiyib olganman. Bu bor, ustim qalin, pastim qalin. Boshimda kaska bor, kaska ham juda katta. Boshim umuman sovqotmaydi, ishoninglar. Boshim mana beldan usti tarafim, ko'kragim, mana gavdam umuman sovqotmaydi. Faqat o'sha oyoq taraf salgina muammo, lekin mana buni taqsa, bu ham zo'r ekan. Bu ham cho'tka ekan. Xo'p, men ketadigan joyim qayerda? Oybekka ketishim kerak-da. Bu yoqdan bossam ham bo'lardi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish umuman esdan chiqmasin. Shuncha mehnat, shuncha narsa bo'lyapti. Yana video qilaman, buni davomi bo'ladi boyagi. Qancha pul tashab berdi, qancha topdim, xulosasini qilamiz hali yana. Xo'p, assalomu alaykum. Yana bir bor o'tgan gal uzumda chiqib, uzumni yakunini qila olmagandim. Avval kuni video olganman. Videom qanaqadir sifatsiz chiqqan, o'shaning uchun hozir yana boshqadan olyapman. O'sha kuni Toshkent City'ning yonida ishga chiqqanman. 11 dan 3 gacha 106 ming bo'lgan. Keyin yana 1 soat qo'shganligim uchun 24 ming bo'lgan. Ko'rinayotgan bo'lsa. Keyin o'shani bonusini tashab bergan 20 ming. Shunda 5 soatda 150 ming so'm bo'lyapti-da. Yandex ishga chiqqandim soat 1 dan 22 da olganman birinchini, oxirgisini 18:5. Shunda 18:5 soat bo'ladi. Bu ham 5 soat bo'lar ekan, bonuslarsiz, hech qanaqalarsiz 251 ming bo'lganda, o'zimda bonusi bilan yana bitta brat aytdi super bonus dedi. O'sha super bonuslar bilan 150 ming bo'libdi-da. Juda
uyat tushunma, bilmadim endi o'zimdagilar yaxshi kuryerlar balki yaxshi topayotgandir, lekin men yaxshi topolmadim. Men tilni tushunmadim shekilli. Mayli kimga bo'lsa ham omadi bersin. U bergan puli mayli, undan o'zi norozi emas edim. Yo yaxshi sunma deb turuvdim. Menga jarima yozib tashlaganda, mana navbatchilikka chiqmaslik. O'sha kuni videoda e'tibor bergan bo'lsanglar, men yana o'sha Toshkent City'ning yonida smena olgandim-da. Bu o'sha kuni kechqurun mana soat 5 dan 8 gacha o'zidan o'zi smena qo'yilib ketdi. Kechqurun shunday ilovaga kirsam, ilovada smenga chiqmagansiz, o'sha jarima yozib yetishib. Deyman, men bunaqa smen olmagandim-ku. Keyin ertasi kunga yana smena qo'yilgan. 11 dan 12 gacha. Buni to'shna ko'rdim, ataylab chiqmadim. Bunga bor kerak emas deb. Xullas, jarima yozib tashlagan, ishlagan 150 ming pulim bo'lsa, 72 ming jarima yozib tashlagan. Qolganini ketgan bo'ldi. Men endi unda orqasida yurmayman-ku, borib ofisga borib, chatga yozib, rasmlar tashlab, nimadir qilib isbotlab, vaqtim ketkazib. Undan men tayyor Yandex akkauntim bo'lsa, ishga chiqib yursam, u yerga ketgan vaqtimni bu Yandexga sarfladim, 250 ming topdim o'sha 5 soatda. Bo'lmamas. Aka aytib biz tiyin-tiyinigacha qaytarib olamiz. Mayli aka, bosinglar, qaytarsanglar ham, boshqa qilsanglar ham. Men o'sha bo'ldi, o'zimda g'ashi ko'nglim qolib ketdi. Kim ishlasa, ana qilsa qilaversin, tushunsa, yaxshi topayotgan bo'lsa bossin. Lekin men ishlamayman. 35 soat ishlasa 60 ming so'm bonus. To'g'ri. 72 ming. Mana bitta aka aytuvdi-da, bu o'zimdagilar jarimadan foyda qiladi asosan deb. Gap to'g'ri menimcha. Yaxshi emas lekin. Men realdan noroziman. Buni orqasidan yana yugurib, uni qilib, buni qilib, yo bosh og'riq umuman kerak emas-da. Undan o'sha u yoqqa ketgan vaqtimni ishga sarflasam, o'sha yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zimga har zaman chiqib turaman. Men dars ishlash niyatim bor o'zimda yo'q. Endi u niyatimdan qaytdim.